Agar hozir Allohga, ey Robbim, meni bir xolis amalim sababli qutqar deyishingizga to'g'ri kelsa, qaysi amalingizni aytar edingiz? Bu savolga javob berishdan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan sahih voqeani eshiting. Bu voqea shunchaki to'qima emas. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytib berganlar. Qadimda 3 kishi yo'lda ketayotib, kuchli yomg'ir sababli bir g'orga yashirinishadi. To'satdan tepadan bir ulkan tosh dumalab tushib, g'orning yo'lini to'sib qo'yadi. Ular tushunib yetishdiki, bu yerdan faqat bir yo'l bilan hayotida faqat Alloh rizosi uchun qilgan eng xolis, eng sof yaxshi amallarini vosita qilib duo qilish orqali qutulish mumkin edi. Birinchi kishi duo qildi. Ey Robbim, mening keksa ota-onam bor edi. Men har kuni ishimdan qaytib, hammadan oldin ularga sut ichirardim. Bir kuni kech qoldim. Kelganimda ular uxlab qolishgan edi. Ularni uyg'otishga ko'zim qiymadi. Farzandlarim ochlikdan yig'lasa ham ulardan oldin sut bermadim. Tonggacha sut kosasini ko'tarib, ularning uyg'onishini kutdim. Ey Robbim, agar shu ishimni sening rizoliging uchun qilgan bo'lsam, bizga bir oz yo'l och. Ikkinchi kishi duo qildi. Ey Robbim, men bir ayolni qattiq yaxshi ko'rardim. Kunlardan bir kun u muhtoj bo'lib, mendan yordam so'radi. Men fursatdan foydalanib, unga shart qo'ydim. U noiloj rozi bo'ldi. Ammo u bilan yolg'iz qolganimda ayol yig'lab, Allohdan qo'rq, dedi. Shunda men sendan qo'rqib, unga tekkanim yo'q. Va bergan pullarimni ham qaytarib olmadim. Agar shu ishimni sen uchun qilgan bo'lsam, bizga yo'l och. Uchinchi kishi esa duo qildi. Ey Allohim, men mardikor ishlatgan edim. Hamma haqini oldi. Ammo bir kishi haqini olmay ketdi. Men o'sha puldan chorva sotib oldim. U ko'payib katta poda bo'ldi. Yillar o'tib, haligi ishchi qaytib keldi va haqini so'radi. Men unga ana shu vodiy to'la tuya va sigirlar seniki, olib ket, dedim. U hayron bo'lib, meni mazah qilyapsanmi, dedi. Men yo'q, bu sening pulingning barakasi, dedim. U hammasini haydab ketdi. Menga hech narsa qoldirmadi. Robbim, agar shuni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizni bu g'ordan qutqar. Shu payt ulkan tosh butunlay surilib, g'or og'zi ochildi va ular sog' salomat tashqariga chiqishdi. E'tibor berdingizmi? Ularni qutqargan narsa boylik emas, kuch emas, tanish bilish ham emas edi. Ularni qutqargan narsa Alloh uchun xolis qilingan amallar edi. Endi o'zingizdan so'rang, agar siz ham o'sha g'orda bo'lganingizda Allohga vosita qilib aytadigan
qaysi xolis amalingiz bor edi? Keling, hozirdan boshlab shunday amallarni ko'paytiring, chunki bir kuni aynan o'sha amal sizga eng katta najot sababi bo'lishi mumkin.